Hozirda Guliston shaharida uylarning hammasi bir xil. Gul qog'ozlar yopishtirish devorga. Unga обязательный dizayn kerak emas. Ustadan maslahat olinadi. Borib gul qog'ozlar tanlanadi, qo'yiladi. Uyning hajmiga qaralmaydi. Bag'ri qishlari xonani bo'g'ib qo'yadigan, yo bo'lmasam qaraganda odamning ko'ngli to'lmaydi. Sizga biz taklif qilamiz o'z xizmatimizni. Aslida loyihachini interyer dizayner chaqirsangiz, sizga birinchi o'chirda uyingizga yarashadigan va odamni bag'rini, dilini ochadigan, odamga yoqadigan dizayn qilib beradi. Ikkinchi navbatda esa u hamyonbop bo'ladi. Sizni materiallar ketadigan materiallaringizni hammasini to'g'ri taqsimlab beradi. Vaqtdan yutasiz. Ya'ni biz sizga taklif berayotgan dizaynlar takrorlanmas. Sizning uyingizda va ko'ngilga yoqadigan